4-ci qism. Məyus halda qaytıvassam, isil maşindan biri qeşimde toxtab, bay akam maşin dərisidən meni çaqırdı. Kel Şakir, seni kaptu deb anlap, öyünge baray deb turgan idim. Özünü uçturtup qağının mı yaxşı boldu? Teşliqmi aka? Teşliqmi? Sizlar o'qishga ketib, Ro'shangulning xizmatga royi bo'lmay, til o'rginaman deb chet elga chiqib oldi. Demisimi bay akamiz bu rayonimizga muhacir hisoblanadi. Undaqda qaytib kirmaydi-kanda. Kirdi. Shu, sen bag'ı o'g'lim, kir debli chaqirsan qaytib kiratdi. Shundaq bo'lsa, mening ko'nglim amin topatdi deyman. Bay akimizning haqiqatan besh qatqan bo'z kerak, men yolvurgandek, o'tingandek qarab turadi. Qandaq aloqalashman? Menmi o'zimning uning hojatman ekanligimni biladim. Bay akimiz qandaq o'ylasin, men uning bilan aloqalashmasam bo'lmaydi. Baba, o'g'lim, mana telefon nomeri. U bir sim kartochkasini qo'limga tutqizdi. Ondan qo'limni qo'yib etmay. Shakir, dunyolikda birli qizim bor. O yurtga qaytqili unimisa, meningmi yurtni, egiligimni tashlab, uning qishiga qaytmoqdan boshqa yo'lim yo'q. O'tinib qolay. Uni gapga kirgizalaydigan faqatli sen bor. Menga yordam qil. Kelgusidagi borlig'im sizlarga taalluq. Uning ko'zidan yosh tomchiladi. Bo'ldi aka, ko'nglingizni yerim qilmang. Men bir amalni qilay. Bo'ldi hamisa. Hamma ishlarni sana topshirdim. Aras, yana bir gap. Oyguldan o'zingni tot. Ularning oilasining po'qiga deyilib ketmagani. Bay akimizning bu gaplarining tagida gap bor edi. Ammo so'rashning o'zi bek apsiz. Shunlashqa ularning oilasi bilan mening nimishim bo'ladi. Bay bilan xo'shlashdim. Biroq bay ma'arimda. Yenidan bir telefon chiqarib. Shakir, xohlagan telefonda chat elga telefon urg'ili bo'lmaydi. Mono telefonning o kasblari to'liq echilgan. Xohlaganingcha ishildi-va. 1 yillik so'zlish haqqi oldin to'lib etilgan. Ma'qul. Yo'q deyishga amal bormi? Qabul qildim. Uyga qaytib, hujramga bekindim. Sim kartochkadagi nomerga telefon urdim. Tinchlikmi? Hello. Bir qizning ovozi gangirtib qo'ygan bo'lsa-mu, uyg'urchasi urdim. Ro'shangul bormidi? Voy senmiding Shakir? Ro'shangul ba, sening sat ovozingga taqozo bo'lib o'ltiribdiman mana hozir. Voy sarang, men shu desam bo'lmamdi. Qaysi chatallik jinken deb telefonni qo'yib atgal tas qopdiman desa? Men qaytirib uratdim. Dadamning bu telefonni senda nima ish qiladi? Nima ish qiladi? Qizimni sana berdim. Butkul egiligimni sana berdim. Bugundan boshlab men darvish bo'lib tark dunyo bo'lmoqchi deb hamma nimasini tashlab berdi. Voy, nima deydigan sen? Aygul bilan Shamsiyadek ikki toshning orasida so'qilib po'qingni chiqib ketganda haqacan. Meni og'udek mag'durum bo'ladimi sening? Bo'ldi. Ularning gapini qo'ya. Haqiqatan qisilyotiman. Elim yaxshi, Aygulning peshini ko'tirdigan sen yo'q bo'lib qopsan. Bo'lmas kunim tas bo'ladi-kan meni. Yomonlikdan bo'zimni seg'inibsan-da. Shundoq, men qilgan askiliklaringlarni o'ylab seskinib o'ltirib seg'indim degana. Odamni cheq velishni qachondan beri o'rganib olding? Burun ajib qiz baldakli yuratding-ku. Yilon bilan yashab, yilondek bo'lib qolgan bo'lsam kerak. Qaraganda Aygul cheqiblam turgan o'xshamamdi. Yo'q deyamayman. Biroq sendan bilmasam bo'lmaydigan ba'zi ishlar bordi. Shu u do'stingning gapini qo'yib, shu ishlar bir qavob bersanchi. Menga hojiting tushdigan-a? Haqiqatan Shamsiya bilan Aygulning ziddiyati nima? Shamsiya to'xtanma ishlarini qandoq bildi degandek savollardi. O'zingmi aqlli, so'zlaringmi tatliqchimi sening? Voy shundaqmi xo'jam? Hojatman bo'lganda gaplari bak tatliqda. Yo'q, rostlayapman. Eg'izimni tatliq degina amisa. Shundoq, eg'izing bak tatliq. Shu qadim sevginingda seningmi eg'izingning tatliqligini bilgandim. Odamni chilayotganmidi? Hujjin. Chaldim emas, chin yurakdan chiqarib so'zlayapman. Bilsang, sening so'yishing meni yot bir jinsning tunji so'yishi Shakir. Tunji qatimligi degina. Shuningdan beri yuragimni so'qirib olding. Endi sen nima deysan? Og'riq beshimni senmi sarang aytay demsan? Yo'q Shakir. Men hargizmi Ayguldek sarang emas. O'zimni sevmaydigan biri bilan yashashni orzu qilib yurmayman. Shamsiya esil qiz. Uning peshini chang tutqin. Ayguldan hazar ayla.
Telefondan meshildab yig'ilgan ovoz anglandi. Yuragim puchalandi. Biroq ko'ngilni ikkiga parchalag'ili bo'ladimi? Sana rahmat Roshengul. Meni tushunadiganmi odam borkan mana? Tushunaman, Shakir. Seni tushunmay kimnimi tushunaman? Sening bilmoqchi bo'lganlaringni bilgan bo'lsang, meni va boshqalarni hozirgi tushunganlaringdan boshqacha tuyg'uda tushungan bo'larding. Undoq bo'lsa, aytib bersangchi. Bu bak uzun hikoya. Telefonda deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Meni qishinga taklif qil, yeningga berib aytib beraman. Qandoq qilaman? Kel desam, o'zing kel degan deb mendan muhabbat talab qilib turibsa, oyg'ini o'ylashdanmi qo'rqdim. Men keldimisam kelsang bo'ladi-ku. Bu degan o'zingning yurti. Yurti nima ba? Yurtimda dard yutib o'tamdiman. Yaxshi Shakir, sen keldimisan, menga qaytib bormayman. Dadamga ochiq deganman. Xijil bo'lmay dadangga shundoq gaplarni qilib yurdingmi? Qanday bo'lmabdimi? Yurakni o'zing ziydi qilgan bo'lgandan keyin o'zing davosini qil. Mening Shamsiyani suydiganimni bilasan-ku. Ko'ngilni ikkiga parchalag'ili bo'lsa, dabbamisa. Men sendan muhabbat talab qilmayman. Faqat qishingdan qo'g'ilmay birga o'tkil qo'ysangli bo'ldi. Burmi yaxshi o'tgan. Hozirmi shunda qo'ysak bo'ladi-ku. Shamsiya bilan aralashishingga qarshi turmayman. Balkim sizlarga yordam qilishim mumkin. Ammo mening sevgimni to'g'ri tushunib, seni doim ko'rib turishimga yo'l qo'ysangli bo'ladi, Shakir. Bo'ladi. Shundaqli bo'lsa, men qarshi olaman. Shamsiya meni to'g'ri tushunmayotganda, seni to'g'ri tushuning deb so'zlasam, nima deb qola? Uni menga qo'yib ba. Sen uchun hammadan ketishga roziman. Undaqda qachon qaytsa? Uni sening berishingning hojati yo'q. Oldi bilan Shamsiyani topay. Uni keltirmasam bo'lmaydi. Keyinchi sana kichik xotin Shamsiyaga kundosh bo'lib qolamdiman texi. Sara, davlatimizda qonun bormi? Shamsiyami dinni tushunadi. Menmi iymon etdim bu yurtda. Yaman xiyolingdan o'rgilay. Chet ellardimi shu yomonlig'ingni tashlamay yurdingmi? Yomonlik emas. Seni mushundaq chelib yursam, ko'nglim xush yuradi ekanman. Az kundan keyin ko'rishishimizni Allohdan tilaylik. Seni Allohga topshirdim. Xo'sh Shamsiya. Allohga omonat. Roshengulning gaplari ko'nglimni ichib qo'ydi. Bo'libmi Shamsiyani isil qiz qo'lingdan chiqama deganlarni o'ylasam, ko'nglim yayrabla turadigan bo'ldi. Oygulning aeroplanda qilgan so'zlarini paskashlik bilan qilingan tuhmat deb tushundim. Roshengulning qaytib kelishini to'rt ko'zlik bilan kutmoqdaman. U kelib, men budishqoqdek chaplasimi, uningdan Shamsiyaning sirlarini bilib oladigan ish bo'lsa, boshqasi ko'zim ko'rinmaydi. Yana kutish boshlandi. Uning telefon qilsam oladigan odam yo'q. Ahvoldan qaraganda u chet eldan ayrilgan edi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Roshengulni saqlab taqdim taq bo'ldi. Shakir, kiyimlarim yarishibdimi? Dedi u ko'risha-ko'rishmasda tinch amonlik so'rashni unutib. Yarishibdi, xuddi to'zg'ili o'xshab qopsan. To'zbek chiroyli-a? O'zidan faxrlanib modullardek aylandi u. Shundoq bak chiroyliq, ranglarning sarxilligida ko'zlar qomishidu. Hozir kiyimlaringdan kam deganda 10 xil rang tepilg'udak seni. Uy, qara seni. Sen-g'u mato bir narsaga aylanib qolding. Kiyimlarimning rangi 4 xildan oshmaydi bo'lmasa, ish kiyimlarimning rangini qo'shsak 5 xil rang topamaysan. Ishonsan ko'rib boqamsan-ya. Saranglig tutdi buni. Sirt kiyimlarini silishga boshladi. Po'qigan Sara, nima qilyapsan? Bu degan uy. Yeli beka onamlar kirib qaz qanday qilasan? Qanday qiladim? Shakir saldirib etdi deb qarab o'ltirman shu. Nomus qila. Oya deganni bil. Onamni kirib qolmasin deb choyni o'zim akirish uchun sirtga chiqdim. Alloh shukri, eshikda onam bilan do'qurishib, uni to'sib qoldim. Qo'lidagi choyni elib, o'zimizning shaxsiy panoh bor, bizni avar qilmasan deb tabulab qo'yib uyga kirdim. Shakir, qara menga qancha xil rang ekanman? Ishkaniga mo'kingan Oygul mo'ramdan o'ziga tortdi. Jiddiy bo'rilganimda qo'limdagi qiziq choy qo'limdan tushib, Oygulning badaniga quyildi. Voyjon, ana! Qattiq chayqirishda nima qilarimni bilmay qoldim. Onam chayqirgan ovozni anglab, top besib kirib bo'ldi.
Voy nomus, nomus! Onamning sog'an tastigi bilan hoshimni tepib, tipirlayotgan Oygulga qarab, o'zimni teximi yo'qotdim. Haqiqatan nomus qog'udak holat. Oygul butunlay yalang'och edi. Naschilik endi boshlanadigan o'xshaydi. Uning xili ko'p yerlari kuygan edi. Bo'libmi ikki yo'tisi bilan ko'ksining sirtqi qismi butunlay kuygan bo'lib, doktorlar balkim teri ko'chirishimiz mumkin deb odamni teximi ansirtib qo'ydi. O'zimni oqlashqima amal yo'q. Shahar boshlig'ining oliy ishi ota-onamning top-tanlari ichida Oygulga qarashga majbur bo'lmoqda edim. Kiyimini u o'z silvatgan. Maqsadi men bosqinchilik qilish edi, deymamdi. Bir xudodan bo'lak kimmi so'zlarimga ishonar. U bo'lsa urushda g'alaba qilgan qo'shin sarkardisidek mag'rur bo'lib, cho'ng kichik tartinimi menga to'shig'izib huzur oladi. Bir narsa dey desam, qishidan boshqalar faqat uzilmaydi. Bu ishlarni qilmay desam, onamning qilishi turg'anli gap. Chidishim kerak. Bir kuni shahar boshlig'i so'z ochdi. Shokirjon o'g'lim, bular ish bo'pti. Endi qanday qilsak bo'lar? U mug'ambarlik bilan menga ma'nli qarab qo'yib, dadanglar kelganda deyishvasak bo'larmikin? Oygulni bu totiqlar bilan yot biriga bersammi, sat bo'g'udak. Meningcha, hamma ishni putirib bo'lgan o'xshaysizlar. Tuyunglarni qiliversa qandoq? Yo'shirin aytilgan so'zning tig' uchi qizimni oyoq osti qilib bo'psan degan shapini beradi. O'zimni qandoq oqlayman? Onamni ikkimizning qilishadigan shaxsiy parang bor deb uyga kirgizmagan tursam, Oygul kiyimini o'z silvitibdi desam ishinaman. Bo'ldi. Uydagilar bilan deyishsizlar. Ko'zimga kelgan yoshni yo'shirish uchun sirtqa chiqdim. Qozonga yo'liqsang qarisi yuqar deb ko'nlarning aytqini bak to'g'ri ekan. Uning rasvoligini bilib turib uyga boshlagan menmi sara. Ammo u uyga o'zi izlab kelgan. Bo'sog'idilla hayday desammi, onam hujramga boshlab akirib bo'lgan tursa, nima amal deysizlar? Taqdir shundoq bo'lsa kerak. Xudoga nola qilishdim xijil bo'lib, uyga qaytib hujramga bekindim. Yotqonga beshimni cho'mkab, ovozimni bo'lishig'icha qo'yib etib yig'lab tashladim. Qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. Onam bir chaqda uyg'otdi. To'g'ri Shokir, namoz vaqti bo'lib ketdi. Bunda qattiq uxlamaydding. Charchab ketgan bo'lmagan yana. U mo'ramdan o'qidi. Eg'irlashgan beshimni ko'tarib onamga qaradim. Jinim balam, sana nim bo'ldi? Kasalga qarayman deb charchig'ashqa judab ketdi desam, endi yig'lig'ining nimasi? Ko'zlarimga jahondagi eng mehri issiq qo'llar tegdi. O'zimni tutolmay, onamning bo'yniga gira silib yig'ladim. Ona, meni kechiringlar. O'zimni oqlayman deb oqlab bo'lolmayman. Nima xafalig'ing bor o'g'lim? Dadang shahar boshlig'i bilan ko'rishib, ishinglarni to'g'rilab qo'yibdi. Oygul qizim bolnisdan chiqqan hamon to'yinglarni qilib etadigan bo'ldik. Sen g'am qilmasangmi bo'ladi? Onamning bag'riga o'zimni texim ching bosdim. Yoshlarim daryo bo'lib oqmoqda. Ahmoq bolam, xijil bo'lma. Bu o'g'liqni o'zinglar terib bo'psizlar. Shahar boshlig'i bilan qudilishni orzu qilib yurganlardan qanchasi bor deysan? Taliying borkan, kelgusidan g'am qilishqanmidi o'g'lim? Onam yishimni surtmoqda. U men bechoraning qalbini qandoq tushunsin? Shundoq. O'zimning kelgusini bir maxluqdan tomoq qilib, shuncha rasvolik chidab yurgan. Ammo taqdirimizni belgilaydigan ulug' Allohni yod etmagan mendek nokasga Allohning bir shu bo'lishi kerak. Taqdirimga tan berdim. Sizlar qandoq o'rlashtirsanglar fikrim yo'q. Namoz uchun sirtqa jo'nadim. Onam gaplarimning ma'nosini bilmay uyda o'ylanib qoldi. Men ahmaq to'yg' ma'qul bo'ldim. Yo'q desam, Oygul nima desa haqli edi. Bo'libmi, ota-onamni xijolat qilatdim xolos.
huquq tanlab turgan boshliq ochiq kelsa turmaga so'ltirishdan yanmaydi. Uning kiyimining silinganligi balkim bu chaqda mening majburlashim, uning badanining ko'yishi o'zini qo'g'dash bo'la balkim. İçimde derdim to'la. O'libli tugishay desam, iymonim do'zaxga degan qalpoqqa yo'l qo'ymaydi. Qani bir mezgil odam bilan emas, olvastiga amro bo'laman. Shamsiya xiyolimdan ketmaydi. Qandoq qilaman? O'zim so'ygan yarning visoliga yetolmaslik peshonamga putilgan bo'lsa kerak. Uningga bu sharmandachilikni tushundiribmi bo'lolmayman. Tuyuqsiz bir kuni Ro'shanguldan telefon kelib qoldi. Qanday qilib turibsan jonim? Biz qishingda yo'q, hissiyoting tutgan o'xshamamdi. Biz bog'chi balliq bo'lvanma yana. Chaqchig'ini qo'y Ro'shangul. Hozir chaqchaqqa tavim yo'q. Kelgan o'xshamamsan. Yo'q, men Urumchida. Hozir Shamsiya bilan birga telefon urib to'yingni tabriklaylik degan. Shamsiyaning gapini anglab, yurakimning silishini o'zim anglagandek bo'ldim. Nimen tabriklamoqchi? Nomusdan o'layotganim nima yoki sizlarga chiroyliqqina bir o'yin o'ynab berganim nima? Bo'ldi. Undaq shirin so'zlaringni Shamsiyaga degin. Telefonni Shamsiya oldimi, uning ovozi asta o'chdi. Uning yana sanamiga dastigan o'xshamamsan. O'zingni tortolmagandan keyin o'zingmi oz. Telefondan mishildigan yig'i ovozi qo'shilib kelyapti. Faqat amal yo'qmi? To'y qilmaymi tuytelmigidek nima gunoh qilib qo'yding uning oldida? Nimami deyalayman? Sukut bilan uning ovozini anglamoqqa majburman. Tilingni shundoq tutqizib qo'ydingmi? Gap qilmaysan-ku. Yig'i ovozi texmi kuchaymoqda. O'zimni faqat tutolmadim. Shamsiya, meni kechiramdigansan. Menda hech bir gunoh yo'q. Ammo tilim tutuq. Isbotim yo'q. O'zingni besival. Yig'lama. Allohni unutma. Xudo hech qachon Xudo degan bandasini xorliqda qo'ymaydi. Uning yig'isi ovozini besib ketdi. Telefonni Ro'shangul oldi. O'zingni tutib elib gapimni angla. Sizlarning qilgan ishinglar qayerda yuz bergan? Bir ish yuz bergani yo'q. U degan men qilingan tuhmat. Tuhmatligini bilaman. Biroq shu tuhmat qilingan ishlar qayerda yuz bergan? Shuni so'rayapman. O'z hujramda. U ishdan keyin Shamsiya hujranga kirdimi? Ro'shangul oxir chiqmas deloni aniqlayotdi. Kirmidi. Kirsim nima bo'ladi? Buning menga nima foydasi? To'la savol so'ravermay, gapimni angla. Bundan keyin hujra uyingga o'zingni kirgichi bo'lma. Uyingni yaxshi qo'liplab, u uyga odam yo'liqtirguchi bo'lma. Nima qilay deysan? Nima qila olaydi? Men qilmayman. Ulug' Alloh hammishning yaxshi qiladigan tarafini biladi. O'zingni azoblamay, to'yga tayyorlik qilgan bo'lib yurayvergin. Ishingni mana men o'xshayman. At to'y yoki to'y kuni deganingda mo'jiz yuz berdi Shakir. Baribir Ro'shangul degan Oygulning do'sti. Mening yana bir chatoq termasligim uchun menga emizgi silayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Shamsiyaning ovozini anglab oldim. Uning yig'isi azobimni kuchaysimi, men bir narsani sezdim. Mening to'yim uni yig'latgan edi. U meni yaxshi ko'rdi ekan. To'yg'imi oz qilyotdi. Ro'shangulning umid beg'ishlab degan so'zlariga ishonmasammi, biroq bir mo'jiz yuz berdigandek hujra uyimga birsini yo'latmadi. Tutmoqchi bo'lgan uyimni sirtdan hozirlab, kelgusidagi rafiqam bilan bo'ladigan jangni ota-onamga bilindirmay dedim. Ro'shangullardan xabar yo'q. Umidim o'chmoqda. Mana, atim to'y bo'ladi. Qechib ketaymi? Ularning telefoni nemishqimi etikil turdigandi. Yuragim yig'lamoqda. Kechmi kirib keldi. Atla to'y degan gap. Qanday qilaman? Odamga mushundaq chaqda tuyuqsiz o'lim kaschi. G'am bilan xiyol surib yotdim. Eshik chekildi. Qo'sh yoqmaslik bilan eshikni ochdim. Oldimda Shamsiya, keynida Ro'shangul turardi. Ro'shangul kulatdi. Shamsiya g'amgin. Ko'zlarida yosh lig'irlaydi.
Nima kulsa? Odamni jilqimig'ina bo'ldi. Tech amonliq so'rashning o'rnida ta'na qildi. Nimaga kulatdim? At to'y bo'lgandan keyin to'y xushallig'ida. Shundaq, at ammochilarning to'yi emasmi? Berib tabriklab, xushalliqlarni bildirib qo'yib kelmamlar. Shamsiyaning oldida o'zimning qanchalik bearam bo'lganligimni bildirib qo'yish uchun texmi jili bo'ldi. Nimanda qilsan, Shakir? Yiroq yerdan seni dapli kelsak, uyingga boshlashdi yo'q. Bu so'g'idli kelganga to'yg'izaydamsan. Ro'shangul mo'ramdan ishtirib o'tib uyga kirdi. Shamsiya texich eshik teshidi. Kira. Oran shunchalik deyaldi. Kira Shamsiya, nimaga qarab tursan? Atki to'yda yigitga hamroh bo'lib bo'lmaydi. Shunglashqa oshiqimizga bugungacha qang'ocha qarib olayli. Keyin ko'makmi tas bo'ladi-ku deyman. Umidlarim yo'qqa chiqib atdi. Ularning so'zicha bo'lganda men tamoman o'tirgan edim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Tomosha ko'ray deb kapsizlarda umidsizlik chulg'ib olgan qalbimdan bezorlik alomatlari ko'rilishga boshladi. Shundaq. Dunyoda to'ydan o'ta tomosha bo'lmas. Bizdek do'stlaringni tomoshadan quruq qoldiraytamsan ya. Tomosha ko'ray desanglar, atim kechikmaysizlar. Bundaqchilik o'g'cha bir oz yolg'iz qoldirgan bo'lsanglar, charchigan boshlarimga oz bo'lsa orom bo'ladi. O'zim ko'ygan qizning oldida yig'ilib o'tishdan nomus qilib, ularni qo'g'lashga boshladim. Qaysi kunlari Aygulni uyga boshlaganda orom tepib bo'lgan ko'ngillari, yana shu chaqlarni o'ylab buzilib atamda o'z yigit. Ro'shangul qasdan tishimga tegadi. Shamsiya zuvon surmay, mum ko'zlari bilan mendan bir narsa so'ragandek ko'zlarimdan ko'zlarini uzmaydi. Uning qarashlaridan ko'zlarimni qochirib bo'lolmaydim. Shunlashqimi gapda ozmoqda edim. Men boshlamagan, o'zi kelibdi ekan. Shundaq. Sizdek go'zallarni izlab bizmi o'zimiz keldik-ku mana. Ro'shangul maxsus tishimga tegadi. Ichim zardob, tilim gocha. Buriladi bo'lsa, bundaq gaplarni o'zining eg'izig'ila kaplab qo'yatdim. Men keldiganmi amsa? Bundaq mato'g'i yordam qilamiz degan o'zimiz ahmaq Shamsiya. Buning Aygulni seg'inib saran bo'g'ini rost o'xshaydi. Shungmi ko'ziga jin ko'rinib uydan qo'g'lavatdi bizni. Tura, yolg'iz qilib kelgusidan hozir elvasin bu chiroyliq. Mana ketimiz. Ro'shangul rost ketidigandek o'rnidan turdi. Beshim saq emas, toq-tuq so'zlab qo'yapman. Kechiringlar. Rostla to'y qilgan yo'qmi, Shakir? Shamsiya oxir gap qildi. Qandoqmi to'y qilgan bo'lsin Shamsiya? Bo'ynimni arg'amchida bog'lab olgan tursa, menda nima mal deysan? O'zimni tutib ololmay, ko'zlarimdan yosh quyildi. Undaqda to'y qilmasang bo'lmadimi? Shundoq. To'y qilmasammi bo'ladi. Biroq kelgusimdan umid yo'q. Balkim ota-onamni tashlab kesilib ketishim mumkin. O'zingni oqlashning faqat fursati yo'qmi? Shundoq. Faqat fursat yo'q. Zodi nemish bo'lgandi? Uqsoq sana yordam tegib qolsa ajab emas. Shamsiya ko'zlarimga tikildi. Amalsiz bo'lgan ishlarni so'zlab berdim. Mening deganimdek chiqdimi Shamsiya? Sen Aygulning psixikasini bilsan emasmi? Shakirni taqozo qilmay, uningga umid bag'ishlab qo'ymamsan, Ro'shangul. Undaq oson ish yo'q. Cho'qim Shakir ba'zan ishlarda va'da bera olsa, men uni qutqizaman. Qandoq talabing bo'lsa et. Men Alloh sherik keltirishdan boshqa ish bo'lsa, mush to'ydan qutuldi ekanman. Cho'qim qilishga tayyorman. Amsa, cho'qim beja keltira olamsan. Cho'qim. Undaqda Shamsiyani cho'ng xotin qilasan. Men kichik xotin bo'laman. Eg'izim tuvoqlandi. Buning talabining Aygul bilan to'y qilishdan nima farqi? Sarang bo'lmagansan? Odamning aqli yetadigan gap qilmamsan. Unda qilmayman desang-chi. Bayatın Alloh sherik bo'lmaslar beja keltirman deb atatding-ku. Lekin bir ko'ngilga qandoqmi ikki odamni sig'dira olayman. Shamsiyaga qaradim. Uningga qarmasangmi bo'ladi? Sening tomiringni tutib ko'ryapmiz. Men bu qandoq sana kichik xotin bo'la olayman. Agarda Aygulning uyingda qilganlarini isbotlay olsak, to'ydan voz kechalamsan. Albatta voz kechalayman. To'y qilgan bo'lsam, uning bilan uy ayirib yashagan bo'lardim. Voy, odam taqozo qilmay, qilmoqchi bo'lganlaringni tezroq aytmamsan. Aldirma. Hozir deb beraman. Biroq birli shartim bor.
Şemsiye bilan ishkinglar cho'qim ma'qul bo'lasizlar. Roshangul qandoq degandek Shamsiya bilan menga oldirmay qarab chiqdi. Bayatinqidek chekdan oshmaslar beja keltiramiz. Oddiy ish. Cho'qim menga Aygul va Shamsiya bajayda bir ishni qilib berasan, Shakir. Nima ish? Oddiy ish dedim-ku. Balkim ularning oldida meni birini so'yib qo'yasan yoki menga bo'lgan ko'nglingni aytib o'tasan. Yana balkim hech qilib bermasliging mumkin. Mushunchalik bir ish. Shu chaq kelmasinmi? Seni ularning oldida yaga qaratmaslikka va'da beray. Cho'qim va'damni o'g'irlashqa Allohning va sizlarni guvohchi qilaman. Va'dangga ishinay. Ahvol mundaq edi. Oldi bilan bir choy bermamsan. To'g'ri so'zlab kelim qurib ketdi mening. Shundala ular choy raslamaganim yodimga yetdi. Choy akirish uchun sirtqa mangdim. Roshangul choy o'tlag'ach gapga tutish qildi. Gapni sen bilan to'xtam tuzishgan chaqdan boshlashga to'g'ri keldi. Biz seni qo'lga tushirishni planlag'ili uzun bo'lgan. Ammo planimizni Shamsiyaning shahrimizga yetkilib kelgandan boshlab rivojlantirdik. Chunki Shamsiya bilan Aygulning o'tirsida o'tkili bo'lmaydigan ziddiyat bo'lib, unimi ishlarimizga so'rab kelsak, uningdan o'chini ola olmaydi ekandik. Roshangul kechir deb Shamsiyadan kechirim so'rab olib so'zini boshladi. Kechirgan Shamsiya. U chaqlarda rasli o'yindak belinib ketib, uning deganlariga ishinib ketibdiman. Shamsiya bilan Aygulning ziddiyatini bilishga bakmi qiziqayotganligini bilaman. Bularni ularning o'zi deb bilsin. Hozir o'z gapimizni qilishayli. Hamish sening mas bo'lganligingdan bo'ldi. Buni bilamsan. U qo'lida kichikli bir narsani ko'rsatdi. Yo'q, bilmayman. Allah ishlaringni osonlashtirgan o'xshaydi. Aygul degan do'tningmi yodidan chiqib ketibdi bu narsa. Bilsang, bu dunyodagi eng ilg'or telekamera. Biz sen mas bo'lgan kuni seni uyingga akilib qo'yish bahonasida uyingga o'rlashtirib qo'ygan. Sen boy choyga chiqib ketganda elib oldim. Shu chaqda sening ishlaringni ko'zib turishga oson bo'lsin uchun shunday qilgandik. Mana hozir Aygul degan sarang o'zi qo'lgan o'rg'i o'zi tushdi. Sening deganlaring rost bo'lsa, buning o'zi bir isbot. Bu narsa uy tinish tursa ishlamaydi. Ammo uy ichida bir simangsa yoki gap qilsa, avtomatik oldisini elishga boshlaydi. Ishonamanki, sizlarning qilishgan ishlaringlar va so'zlashgan so'zinglar cho'qim buningda bor. Roshangul so'zlab mushiya kelganda, "Menga rasvoliqlarimni chiqib qolamiki?" degandek Shamsiya qarab kulib qo'ydi. Meni nima uchun Aygulga tuzkorlik qilasan deb so'rashing mumkin. Bunimi men deb beray. Heliqi hujjat esingdimi? Ziddiyat shu hujjatdan boshlangan. Aygulga sening qo'l qo'ygan hujjatingda yolg'iz o'zining nomusiga takallikingni yozayli desam u bo'lmaydi. Shakirni tutib turish uchun uningga texim og'ir jinoyat ortayli deb turib oldi. Yana bir tarafdan u mening o'ziga osiylik qilib qo'yishimdan qo'rqib shunday qildi bo'g'ay. Mening qo'shniimizga tagdi deb yozdi. Men shu ishdan keyin uning bakmi shaxsiyat ekanligini bilib yetdim. Yana bir ish. Sen meni qaysi chaqda so'ymasliging kerak edi, Shakir. Sen ishon yoki ishonma, umrimda meni tunji so'ygan odam sen bo'lasan. Shuningdan beri mening muhabbatimni sen o'g'irlab ketding. Men o'zim yaxshi ko'rgan odamimning Ayguldek bir nakis qizning qo'lida nobud bo'lishini xohlamadim. Shuningmi, to'xtamning ishini Shamsiyaga o'g'irlikchi bildirdim. Bir tugun yeshildi. Roshangul ko'zimga qutqazuvchi farishta bo'lib ko'rinmoqda edi. Hujjatni Aygul shuncha oson tutqizib qo'yibdi-ku amsa. Shundaq tutqazmay amali yo'qdi. Chunki hujjatga sening barmoq izing ko'na. Sen masligingda biz bostirib olgan barmoq iz. Imzoying bo'lsa to'xtamga qo'l qo'yganingda yozgan imzoyingning ostiga yoshirilib, ko'paytib elingan nusxasi bo'lib, qonun o'rinlariga berib aniqlasa isbotlig'i bo'ladi. Chunki asli barmoq iz degan imzo qo'yib bo'lib besildi. Hujjatda bo'lsa barmoq besli bo'lib imzo nusxalanib yozilgan. Men bularni Shamsiyaga yetkazgan edim. Shamsiya Aygulga bularni deb adliyalik baholtayli deganda u yel qo'yibdi shu. O'zimmi to'ymay Roshangulning qo'llarini tutib, olqonlariga so'ydim. Bo'ldi qila, o'zingni buncha yo'qitib qo'yma. Shamsiyaning oldida bu nima qilganing? Og'zida bundoq degani bilan qanchalik xush bo'layotganligini sezib turatdim. Sen bir farishta Roshangul, meni do'zaxdan qutqizibsan emasmi?
Men shu o'z shaxsiyatimni deb shunday qildim. Unchalik cho'ng ko'rishga loyiq emasman. Loyiqmi, loyiq emasmi? Alloh egim o'zi biladi, Ro'shangul. Balkim shunday qilmagan bo'lsam, sen Aygulni amringga olgan bo'lishing yoki sen unmay Aygul hujjatni ko'tarib chiqib, meningmi yuzim to'kilgan. O'zim pak bo'lsam-mu, o'zimni oqlayolmay to'shik munchoq bo'lib qolgan bo'lardim. Bunda qilishimni burun o'zim uchun qilgan edim. Ammo Shamsiyaning seni sevib turib to'kkan yoshlari yuragimga to'kildimikin? Ko'z oldimdan faqatli ketmay, menmi iymon tepib oldim. Shundala Ro'shangulning kiyinishining butunlay o'zgarganligini bildim. U islomcha kiyingan ekan. Bu narsangda rostlik ko'rinishli bormidi? Cho'qim ba. U yiliq narsadan bir nimalar chiqarib, sumkasidan boshqa bir nima chiqadi va uning ichiga u narsani elib telefoniga chatdi. To Xudoyim, bu haqiqatan karomat narsa edi. Rostla uning rasvoligi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Uning so'zlaridan tortib qilgan qiliqlarigacha hammasi bor edi. Buncha ochiq nadim olgansan singa? Bilmasangmi bo'ladi. U yeniyotgan chiroqqa qaradi. Hammani tushundim. Chiroq ichiga yoshilib tikanda qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Uning rasvoligi to'liq ekan. Amdik ish buningdagini Aygulga uqtirishdi qoldi. Ro'shangul shundoq deb chiroyimga qaradi. Aygulning bilganining ko'p foydasi yo'q. Cho'nglarga bildirayli. Mushu rasvo ko'rinishni qandoqmi cho'nglarga ko'rsatkili bo'lsin. Aya padishab bog'i o'ttirimizda. Mening amalim ba. Shahar boshlig'ining yuzini qilmasak bo'lmaydi. Oldi bilan xayrnisa ajamlar cho'qim bilish kerak. Buni o'zimga qo'yib beringlar. Aygulning mijozini bilaman. Shakir, sen uning huquqiga hissal. U o'z to'yini buzalaydigan birdan-bir odam. Ro'shangul ishlarni o'rlashtirib bo'lib, singa ilingan ko'rinishdan bir nusxa ko'paytib, mening telefonimga tushirdi. Meni Aygulni izda deb uydan haydab chiqadi.